Bugun mashinangizni sotibsiz. Sinib qolibsiz-da. Erta yana meni sotasiz bilmayman-ku. Menga ertasi yo'q bola kerak emas. Так что sog' bo'lasiz. O'rta. Mashinangni sotibsan-da. Sinibsan deb eshitdim. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Ha, ishlarda ozgina muammo bo'lib qoldi. Darajangiz biza bilan bir xil bo'lib qopti-da, yigit. Choyxonaga ham boramiz ekansizda. Tiklanganingda gaplashamiz, boy. Soxta do'stlarni haqiqiysidan ajratib, yomg'ir payti kelib qoldi soka. Ismim Bekzod. Sherzod. Tanishganimdan xursandman. Noto'g'ri tushunmang, ham to'g'ri deb eshitib qoldim gap so'zlarni. Og'ir ahvolga tushib qolibsiz. Mashinangizni ham sotib yuboribsiz. Sotdim deb aytdim, sotuvga qo'yganman. Sotganim yo'q edi hali. Undan ham yaxshi. Olib tashlang sotuvdan aka. Men sizga yordamchi bo'laman. Mana qo'lingizdagi soatning qiymatini bilasizmi? Yo'q, bu podarka bo'lgan. Bu soatingizni asl qiymati bo'yicha eng yuqori narxda olib qoladigan bitta joy bilaman. Sizga telefon raqamlarini beraman. O'sha yerga borib, soatingizni bitta narxlatib ko'ring. Ishonchim komil, eng yuqori narxlarda, sizni ishingizga yordamchi bo'ladigan narxlarda olib qolishadi. Yaxshimi, siz so'ka charchamayapsizmi? Bekzod degan sherigingizni jo'natuvdi, aka. Shuni bitta narxlab bering. Rolex GMT Master yaxshi. Oke, korobka dokumentlari bormi? Podarka bo'lgan, korobka dokumenti yo'q. Oke, korobkasi yo'q sababli va anaqasi bor. Sertifikat nomeri bo'ladi ichida, kartochkasi. O'sha ko'rib turgandek yo'q. Bizga 15 minglarga to'g'ri keladi, aka. Bo'ladi, aka. 15 ming dollarda berilmaydi, so'mda beriladi. 180 millionda bo'ladi ekan. Rozimisiz? Roziman, tamom, bo'ladi. Hozir, sayyor. Bugun kechga bolaga bir choyxonaga berar ekanman-da, sal oldin choyxonadan chopib ketishuvdi. Bir suya qo'rlik qilishsan. Qani,